Tokio Olimpiadasida hech qanaqa natija bo'lmadi. O'shanda holatda O'zbekistonga keldingiz. Keyingi jarayonlar qanday bo'ldi? Sportdan ichida 5 ta sportchi medal bilan qaytganmiz. Medal olgan sportchilar zo'r taqdirlashni kutib olishdi. Birov yaxshi kelding ham demadi. Hech kim kutib ham olgan yo'q bizda. Shunda o'sha sportda shunaqa yutsangiz, hamma yoningizda yutsangiz hech kim pashti yo'q. O'z yaqinlaringizdan boshqa. Vaqtda yaxshi keldingmi bolam deb onam rahmatli bo'ladi. Birinchi qanday gaplashib meni xalaqol so'ragan oila a'zolarim, ukam, opam birinchi o'rinda shular. Boringizda ham, yo'g'ingizda ham bolam yaxshimisan? Boringga shukur deydigan onalarimiz bo'ladi. Barchalarimiz onalarimizni duo qilib, duolarini olishi nasib qilsin.